Mana shu videomni ko'rgan odam bu ishlar O'zbekistonda emas deb o'ylashi mumkin. Sababi mana shunaqa ishlar o'zi hamma uchastkalarda ham qilinavermaydi. Sababi mana shu orasiga profillar bilan ajratib, bu yog'idan tepasidan ham ajralgan, ham devor tomonidan ham ajralgan. Pastda profilda ajralganda keyin mana shunaqa qilib gidro izolyator bilan ajratib qo'yilgan, gidroshof qo'yilgan. Ya'ni mana bundan suv oqsa, bu yoqqa o'tmasligi uchun. Hamma stechkalarni o'zimiz nazorat qilib qildik. Elektrika hammasi gofrida yurgan, monolitda qilingan. Bundan tashqari hammasiga markirovkalarimiz bor. Markirovkalar bor. Bu yerda hojatxona, umumvanlik, cho'milib o'tiradigan joyda smart boxli dushovoy qilingan. Undan tashqari mana shu o'tiradigan issiqqina, to'pli pol, to'pli stena qilib qo'yilgan. Masalan, stechka qo'yilsa bo'ldi. Xo'sh, sizlarga bu zo'r narsalarni ko'rsataman, yaxshilab qarab turinglar. Bu bazal bilasizlar, bu shuma izolyatsiya, undan tashqari tepli izolyatsiya bo'ladi. Shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol bizani mana shu videoni tashlab qo'yinglar. Mana ichida mana bunaqa NTC datchikka truba tashalgan. Mana bu o'sha nimaga kollektorga ketayotgan. Simli monolit. O'zi eng to'g'risi montaj uchun monolit bo'ladi, shuni bilib qo'yinglar. Mana shu gapimni hech qaysi videolarda aytmaganman, mana monolit qilingan. Ko'rasizlarmi? Buni nomlanishini kommentariyada o'zingizlar yozaveringlar. PVC dirmida izolyatsiyani qaranglar. 1, 2, 3 qavat izolyatsiyasi bor. Radiatorlar Vertin, trubalar ham Vertin, Turkiyaniki. Mana shu pirognozi 35 sm mi 40 sm hisoblagandim-da, mana shu tommi izolyatsiyasi. Keyin mana bu tommi o'zi ham yumshoq krovli emasda, qattiq krovli, kroshkalik. Keyin latoklari ham bu yerda O'zbekistonda chiqarilmagan bu latoklar. Hammasi o'sha Rossiyadan hamma qatlamdir kelgan, chet eldan kelgan shu latoklar. Mana. Uyi ham energiya effektivniy qilib turib, gazobloklardan terilgan. O'zi ko'rinishidan ham o'zi proyektdan shuna qaraganda tushunarli-ku bu uy egasi unaqa odatiy o'zbekona shu dabdabani yoqtirmaydi, shunchaki tashqaridan uy ko'rinmaydi ham. Tashqaridan devor bo'l, ichkariga kirsa, u ichkari umuman boshqa dunyo. Yana bitta nimasini ko'rsatib ketaman. Rom yonida mana shunaqa o'zi izolyatori bo'ladi. Izolyator hozir yopishtirdim o'zim. Mana qog'ozini bundoq ajratadi. Bu yog'i yopishuvchi elementdan iborat. Mana shunaqa qilib yopishtirib, mana shunaqa qilinsagina tepli izolyatsiya bo'ladi. Undan keyin ustidan to'pli atkos qilib turib, mana shu holatda tugataversa bo'ladi mana. Ko'rasizlarmi? Mana shu podakonik, oynalardan chetlaridan hech qayerdan sovuq umuman kirish kerak emas-da. Doim aytadigan bitta gapim, eng qimmat katyol olsanglar ham, eng zo'r usta ishlatsanglar ham, tepli izolyatsiyaga e'tibor bermasanglar, bir tiyin hammasi. Hozir bitta zo'r joyini ko'rsataman. Xo'sh, bu yerda hamma kotelnilaringiz sanuzilga kirganda truba mana shu joyda keyin tarqaladi. Mabodo avariya holatida mana shu joydan o'chirib turib, keyin boshqarsa bo'ladi. Geberit installyatsiya qilingan. Bitta zo'r narsa ko'rsataman. Endi bu biz uchun odatiy hol bo'lib qolgan. Mana bu videoda qaranglar. Go'zalligini. Kollektorlarda bilasizlar, kirayotgan kranlar, raker kran bo'lishi kerak, adapter orqali. Undan tashqari oxirlarda konsevoy gruppalar bo'lishi kerak, havo chiqargichlari. Mana bular hammasi termostatlarga olib qo'yilgan kabellar. Hammasi belgilangan. Bu o'ta texnologik qilinganligidan dalolat beradi. Luchovoy razvodkaniki, to'pli poldiki. Mana uyga qaranglar. Tepasi detskiy plashatka qilib qo'yilgan. Mana bitta bundoq kirlarda zinadan chiqib tepada o'ynab yurishadi. Shunaqa proyektni Amirsoyda bir 5 yil oldin qilingandi. Mana radiatorlarga hamma trubalar luchovoy razvodkada borgan. Mana ko'rasizlarmi? Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Elektrikani e'tibor berayotgan bo'lsangiz, juda pastda, Yevro standart bo'yicha bu yog'i 90 da turibdi. Bu yog'i yana pastga ham chiqarib qo'yilgan rozetkalarga. Mana shunaqa qilib hammasi ajratilgan. Orasidan gidroshoflari bor. Mana. Denfer lentalar bilan ajratib qo'yilgan. Hamma joyda bor, shuni ko'rsanglar bir maza qiladigan ishlardir bular. Mana shunaqa xizmatlar bo'lsa, shu videoni ko'rib turib, shu tanishlarga jo'natib qo'ysanglar, ularga ham foydali bo'ladi mana. Hozirgi paytda yigitlarimiz gazosvarka ishlarini o'zimizni komanda qilyapti. Mana bu yoqda ham luchovoy sistemada kelgan trubalar. Mana shu joyda tommi tunikasi bor edi.
Mayda kroshkalik gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, sizlarga kotelni bitta ko'rsatib ketay. Simlarni turishini qaranglar buni. Top-toza uborka qilib qo'ygani odamlarni bahri dili ochilyapti. Va alaykum assalom. Qalaysiz, tuymisiz? Ko'klar ko'sli qilingan. Bu yerda bizlarning kollektorlar yopib qo'yilgan chang bo'lmasligi uchun isqir bo'lib ketadi. Qani, mana shu turbada nima ishlatilgan ekan? Bitta ko'raylikchi. Vertin turba ishlatilgan ekan. Podvalga kirib ko'ramiz. Eng qiziq joylarni. Ta. Choylarni ichib o'tiribsiz, maza qilib, kommentariyaga bir narsa yozib keting. Bir narsa deb qo'ysam bo'ladi, mana yigitlar. O'zimizni gaz svarka yigitlarimiz. Bu ham mana gaz svarka qiladigan yigitlar. YouTube'da sizlar yigitlar. Bugun choyxonamiz bor-a? Bugun choyxonada. Buni endi hozir obzor qila olmayman, chunki hali mana stashkalar bo'ladi, drenajli yamalar bo'ladi, filtrlar, boylerlar, vism kotel, bu yoqda mana gidrokollektorlar, hammasida, lekin albatta mana shunaqa markirovkalarimiz bor. Markirovka qilinadi. Filtratsiyalar, nasoslar, palif avtomatikalar. Mana shunaqa bir narsa yozib qo'ygan bo'lsangiz, juda xursand bo'lardim. Bu gazni ham o'sha kelishi bilan filtr, reduktor va shunaqa qilib bypass holatda ketadi. Charchamaydi.